Bugun Kalinskiydamiz 4 qavatli g'ishtli uylarni 2-qavatda 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan tayyor remont holatidagi kvartirani sizlarga tanishtirib o'tamiz. Tashqaridan kirish qismi va birinchi xonasini ko'rishingiz mumkin. Bu yer zaha qismi, bu tomonda esa verandasi joylashgan. Ko'rib turibsizlar, yangi remontdan chiqqan kvartira. Oyoq taglari esa to'liq taxtapol qilingan. Isitish tizimi qilingan, romlari esa akfa romlarda. Bu tomonda esa kirish qismi, o'ng tomonda yana bitta xonasi, yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu tomonda esa umumiy sanuzel joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Bu tomonda esa oshxonani o'rni 3-xona qilib qo'yilgan, bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Kalinskiy hududi Bayarin yaqinida 4 qavatli uylarni 2-qavatda 2 xonali 3 xonaga o'zgartirilgan, yangi remontdan chiqarilgan kvartira. 33.500 dollar so'rashmoqda. Albatta ozroq kam bor. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, egalari bilan bog'lanib savdolashsangiz bo'ladi. Shunaqa uylarni o'tkazib olmaslik uchun bizni Telegramda hamda Refar.uz saytimiz orqali ham kuzatib boring.